Siz ham shpakilovka tortayotgan paytingizda mana bunaqa eski rusumdagi shpatilla shpakilovkangizni qirib joningizga tegan bo'lsa, endi bundan voz kechib yuborsangiz ham bo'ladi. Siz uchun ko'ryapsiz, Lid kompaniyasidan professionalni shpatil nabori yomonini olib kelib qo'yganmiz. Buni qarang, Chinozda yengilitsa ham bo'ladi, unchuncha do'kondan 100% topa olmaysiz. Buni ichidagi naboriga nimalar kiradi deydigan bo'lsangiz, ko'ryapsiz, brezelli razmerdan tortib 800 razmergacha bo'lgan professionalni shpatillarni topsangiz bo'ladi. Undan tashqari qo'shimchasiga bitta обычный shpatil va mana bunaqa ko'rayotganingizdek valik, bu shpakilovka valik hisoblanadi. Undan tashqari mana bunaqa ko'rayotganingiz dastiga ham bo'ladi. Buni qulayligi, afzalligi nimadan iborat deydigan bo'lsangiz, mabodo baland joylarga shpakilovka tortayotgan paytingizda qo'lingiz yetmaydigan bo'lsa, mana bunaqa qilamizda. Shunday tiqib, bemalol uzun qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xullas, kimga xuddi shu naborimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol Elistroga murojaat qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.